Dildora, men senga tuflimni kiymagin deganmidim? Voy, namuncha shallaqlik qilasan, bitta tufli ekan-ku. Ha, men o'zi har kuni derazalarni ochib xonani shamollataman. Ha, iltimos xonang shamollat namuncha sassiq sigara chekkanmisan, endi bir deb bo'lmishmisan? Allo, assalomu alaykum. Yo'q, uyqusiraganim yo'q. Ertalabdan turib ishlarimni qilib yuribman. Ishlarni qilib yuruvchi, betivalik birinchi. Yag'ir turishingni qara. Voy, men o'zi tabiiy go'zalman, menga umuman kosmetikalik kerak emas. Tabiiy go'zalim, mo'ylovingiz teribsiz. Mana shu yerga tuxum bo'lib qolibsiz-ku. Voy, menga aytgan yo'q. Senga aytyapman-ku. Albatta. Men senga necha marta aytganman, meni paltoyimni kiymagin deb. Bitta palto ekan-ku, shallaqini qilasan. Tavba. Qarachi, men senga ko'rsatib qo'yaman. Bo'ldi, jim. Hozir ham ovqat solib qo'yganman. Shunaqa pazandaman, qo'llarim gul. Qo'lim gulib tatuировkasini aytibdi-da, yaqinda qamarib chiqqan bu. Polvonim, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Noting chekib oldingmi? Yedirdimmi? Gaplashmayotgan edim. O'zing yedingmi, gadang?